Agar kartada 500 BRVdan ko'p pul tushsa, обязательно bu informatsiyani bank olib, soliq organiga berish kerak. Aniqlash kerak, qayerdan keldi bu pul. Agar shubhali operatsiya tuyuladigan bo'lsa, bank kartasini просто bloklab qo'yishadi. Ko'pchilik aytadi, 2 ta, 3 ta karta qilib tashlayman, 10 ta karta qilib tashlayman, farqi yo'q. Agar hammasi sizni nomingizda, pasport bitta, nomingiz bitta, 1000 ta kartangiz bo'lsa ham, hammasiga necha puldan tushirsangiz ham maydalab yig'ganingizda 210 milliondan o'tadigan bo'lsa, katta hisoblanar ekanda jismoniy shaxs uchun. Kartasiga bu firmaga tushirib, soliq to'lanishi kerak bo'lgan pulni cho'rniy qilib biznes ishlab, firma shotiga emasda o'zini kartasiga tushirib oladi, o'shani hisobiga soliqdan qochiladi degan narsani oldini olish uchun jismoniy shaxslarni kartasiga katta summa tushadigan bo'lsa, mana shu biznes qorada, soyada ishlamayapti, mana shuni tekshirish uchun qilinadi. Ayniqsa ta'sischi bo'lganlar, direktor bo'lganlarning kartalari обязательно tekshiriladi. Qayerdan topding, juda ham keltirib berish qiyin bo'ladi. Bitta ta'sischida bo'luvdi, shunaqa 4 milliardlab tushirgan ekan, uni hammasidan soliq to'lattirishdi. O'sha qo'shilgan qiymat solig'i, o'zi firmaning puli bo'lgan, sotuv puli bo'lgan, foyda solig'ini ham hammasini to'lattirishdi. Boshida to'lamayman, anaqa qilishni boshlavdi. No v itogi baribir o'sha belgilangan soliqlarni to'lashga majbur bo'ldi. Hammasini to'ladi, chunki to'lamasa soliq to'lashdan bo'yin to'laganligi uchun bizda jinoiy javobgarlik bor. Hattoki qamoq jazosi bilan jazolanadi bu yerda. Уже tushundi, что jinoyat ishi ochiladigan bo'lib turibdi. To'ladi hamma solig'ini. Поэтому tadbirkorlar kartalarga pul tushirayotganda ehtiyot bo'lish kerak.